Saudiya Arabistoni haqida ilk taassurotlaringiz qanaqa? Menda to'satdan bo'lib qoldi-da endi. Taassurotni so'z bilan ifodalash qiyin. Safar Travel tomonidan qanday rejalar amalga oshirilgan? Yordamchi bo'lmoqchimiz. Mana shu rejalashda faqat umra, balki boshqa turistik yo'nalishda. Assalomu alaykum Jamshid aka. Saudiya Arabistoniga va Safar Travelga xush kelibsiz. Alaykum assalom, xushvaqt bo'ling. Sizni oldindan taniymiz. Juda ham ko'p proyektlarda qatnashgansiz va hozirgi yangi proyektingiz bu Safar Travelda umra sohasi bo'yicha kirib keldingiz. Birinchi navbatda siz bilan tanishib olsak va bizani Safar Travel auditoriyasi bilan bitta tanishtirib olsak. Xo'p, men Jamshid Muslimov, men bu kompaniyaga rahbar sifatida jalb qilindim, ya'ni rahbarlarning birisi bo'ladi, chunki bu kompaniyada liderlar, yetakchilar yetarli va shu jamoaga qo'shilish menga juda qiziq ko'rindi va umid qilaman men bu ishonchni Xudo xolasa men oqlayman deb harakat qilaman va umid qilaman shunga. Alloh muborak qilsin. Biz ham siz bilan ishlayotganimizdan juda ham xursandmiz. Bu faoliyatimiz bizning mehmonlarimizga Safar Travel faoliyatiga yana yangi yutuqlar olib kelishida umid qilib qolamiz. Men ham shunaqa umid qilaman va to'g'risini aytishim kerak, men uchun bu soha yangi. O'zi shu yoshligimda men 5 yulduzli shu Sheraton mehmonxonasida moliya bo'limida ishlaganman. Ya'ni bu soha bilan qisman tanishman desam bo'ladi, lekin o'zi boshqa soha moliya, ishlab chiqarish, transport sohalarida, audit sohalarida faoliyat yuritganman va mendagi jarayonlarga tizimli yondashuv bu yangi sohaga kirishimga, jarayonga, ishlarga, biznesga, bu biznesga, tizimga chuqur kirib ketishimga menda imkoniyat bor deb hisoblayman. Demak, siz xizmat ko'rsatish sohasidan uzoq bo'lmagan ekansiz. Asosiy faoliyatingiz xizmat ko'rsatishda bo'lgan ekan. Endi Saudiya Arabistoniga birinchi marta keldingiz. Mana bu yilgi yakuniy mavsum oxirida ko'rgazma bo'lyapti, ya'ni umra va haj xos ko'rgazmasi. Shu Saudiya Arabistoniga kelishingiz haqida va bu yilgi ko'rgazma haqida tafsilotlaringizni va rejalaringizni aytib bersangiz. Xo'p, birinchidan men Saudiya Arabistoniga kelishim birinchi marta va umra ham tushunarli, endi birinchi marta umra qilish niyatida necha yildan beri yurgan edim. Turli sabablarga ko'ra Faysalga surib qilib yurgan edim. Endi taqdir bo'lmagan ekan, hozir mana shunaqangi bir imkoniyat tug'ildi. Shu Shavvol oyida umraga borish va shu bilan birga Madinada o'tkazilayotgan umra xizmatchilari xizmatiga bag'ishlangan tadbirda ishtirok etish ham nasib qildi va bu men uchun sohaga yanada chuqurroq kirishga, yanada kengroq uni tushunishga yordam beradi, chunki biz mana shu tadbirda ko'plab mehmonxonalar rahbarlari bilan, transport kompaniya rahbarlari bilan, hatto Saudiya Arabistoni turizm vazirligi shu mutasaddilari bilan uchrash nasib qildi va juda ko'plab aloqalar o'rnatishga muvaffaq bo'ldim. Albatta bu o'rinda ham bizning Toshkentdagi shu produkt bo'limi rahbari va shu bilan birga Saudiya Arabistonidagi bizning jamoamiz rahbarlari yordamida men bu sohada yana tezroq va chuqurroq kirishga muvaffaq bo'lyapman deb hisoblayman. Ya'ni bir so'z bilan aytganda, o'zingizni ko'zingiz bilan ko'rib turib, Saudiyaga xizmatlarimiz va Saudiyadagi bizani birga ishlaydigan partnyorlarimiz bilan yuzma-yuz uchrashib gaplashdingiz. Xuddi shunday, chunki odam o'z ko'zi bilan ko'rgani qanchalik barcha minglab so'zlardan baribir ustun bo'lar ekan. Bir shaxsiy savolim, siz mana bilamiz, juda ham ko'p dunyo ko'rgansiz, ko'p davlatlarda bo'lgansiz. Saudiya Arabistoni haqida ilk taassurotlaringiz qanaqa? Afsuski juda ham ko'p mamlakatlarda bo'lganman deya olmayman. To'g'ri, bir necha mamlakatlarda bo'lganman. Endi Saudiya Arabistonida tasavvur hosil qilish uchun menga yana biroz vaqt kerak, lekin birlamchi eng birinchi tasavvurlarim iliq. Nimagadir meni xayolimda bu Madina shahrida, bizning Madina bu arab sahro yerlari va u yer o'tda bir tog' bo'lsa kerak deb shunaqa o'ylagan edim. Aslida bu tog'li rayon ekan, tog'lar ko'p ekan. Tarixiy ekskursiyalarni ham o'tish imkoniyatiga ega bo'ldim. Ya'ni Safar Travelning gidlari menga shu ya'ni tarixiy qiziqarli joylarni ko'rsatishdi. Biz kitoblarda o'qigan
biz ko'p ma'ruzalarda eshitgan shu tarixiy voqealar sahnalarini ko'rishga muvaffaq bo'ldim. Albatta bu taassurotni so'z bilan ifodalash qiyin. Bu qandaydir bir ichki kechinmalarimni hali o'zim oxirigacha anglay olganim yo'q deb o'ylayman. Bunga biroz vaqt kerak bo'ladi. Lekin juda ijobiy, juda iliq. Bu yerdagi Madina shahrida qandaydir bir xotirjamlik, sakinat shu bo'lsa kerak. Agar sakinat nima desa, men bilmayman dirdim, lekin agar sakinat deganda mana shu xotirjamlik ruhiyati haqida gap bo'lsa, menimcha shu bo'lsa kerak. Bu seziladi bu narsa albatta. Kelajakda mana o'zingiz bilasiz, ko'p bizning hamyurtlarimiz birinchi marta kelishyapti. Yaqin vaqtlarda ochilgan bu umra nimasiga rejalarni qanday qilish kerak? Ularga tavsiya bera olasizmi? Umra rejasi qanday boshlanish kerak? Mana birinchi marta kelgan inson sifatida. Qarang, juda qiziq narsa bu umraga borish imkoniyati. O'zi odamlar rejalab qilish kerak bu narsani. Menda to'satdan bo'lib qoldi-da endi. Bu aynan bu Shavvol oyiga borish rejalamagan edim. Shu yo'li ochilib qoldi menga. Alloh chaqirdi degan gap shu bo'lsa kerak. Va shu bilan birga men o'zimizni iste'molchilarni tahlil qilganda, statistik chuqur matematik tahlil qilganimizda shu narsani ko'rdikki, bizning mijozlarimiz nafaqat o'zlari boradigan, balkim o'zlarini ota-onalarini yuboradigan bir kategoriyaga kirar ekan. Men ham xuddi shu kategoriyaga kirib qolgandek bo'ldim. Ya'ni uni kimdir yaqinlarim sizga mana shu umraga borish imkoniyati degandek shu holatda bo'ldim. Albatta va bu umra jarayoni haqiqatdan mana shu Saudiya Arabistoniga kelish umra jarayoni aslida unchalik qiyin emasligini, juda unchalik murakkab emasligini tushuna boshladim. Ko'ryapman bu narsani. Nimagadir endi turli bir amallari bor, rejalari bor, mana shunaqa narsalari bor, oson emas deb ko'rinardi. Lekin aslida ham shunday oson narsa emas. Bu o'ziga xos qiyinchiliklarga ega bo'lgan sayohat. Ammo siz yaqinlaringiz yoki biron bir firma barcha qiyinchiliklarni oldini olib qo'ygan bo'lsa, barcha noqulayliklarni yumshatishga qaratilgan tadbirlar, harakatlar qilib qo'yilgan bo'lsa, bu hech qanday bir mazza bir sayohat ekan va boshqa bizning mijozlarimizni, ya'ni ularni ba'zi bir nima deydi, odzivlari deydi-ku, fikrlarini eshitganda ham shu narsani aytishyaptiki, haqiqatdan xizmat, servis yaxshi ko'rsatilgan, yaxshi yo'lga qo'yilgan deyilyapti. Va undan tashqari albatta shikoyatlar ham yo'q emas, buni tan olish kerak. Lekin biz uchun shikoyatlar bu xizmatni yanada yaxshilash, uni sifatini oshirish uchun manba, juda qimmatli manba deb bilaman. Va hozircha shu mendagi o'z ustimizda ishlashimiz uchun bu imkoniyat desak bo'ladimi bu narsani? Nafaqat imkoniyat, balki majburiyat. Majburiyat ham majburiyat, ham imkoniyat. Safar Travel Saudiya jamoasini o'z ko'zingiz bilan ko'rdingiz, xizmatlarini ko'rdingiz. Mana aytdingiz, bizning asosiy mijozlarimiz bu ota-onasini jo'natadigan mijozlar deb bildingiz. Aytsak bo'ladimi, o'z farzandidek xizmat qiladi. Shu narsalarni ko'rsatib bera oladi deb aytsak bo'ladimi? Endi qarang, agar men baho bersam, noxolislik bo'ladi. Ya'ni auditoriyaga qarab baho bersam, noxolislik bo'ladi. Shuning uchun men taklifim mana shu video ostida ko'ruvchilar izohlarni qoldirsa, qanchalik bu xizmat shu siz aytayotgan standartga, ya'ni g'amxo'rlik standartiga javob berayotganligi haqida izohlarni kutib qolardik. Shikoyatlar bo'lsa, albatta yozishsin. Biz har bir shikoyatni o'rganib chiqamiz. Bizda shunaqangi tizim qo'yilganki, shikoyatga, ya'ni shaxsiy murojaat qilinadi. Guruh raqam imkon bo'lsa, shu guruh raqami, ism familiyalari bilan ko'rsatsalar va shuning o'zi kifoya. Biz o'zi telefon raqami va boshqa kontaktlarni topib bevosita muloqotga chiqamiz, kerak bo'lsa, lekin o'zim ham gaplashishim mumkin. Lekin o'zim ham chiqib gaplashyapman. Ham qo'l operatorlik kursida ham o'tirdim. Bevosita ya'ni murojaat qilganlar bilan ham o'zim gaplashdim. Shu men bu narsa baho berishni mijozlarimizga qoldirgan bo'lardim, lekin Saudiya jamoasi haqida fikrimni aytadigan bo'lsam, juda fidoyi yigitlar, singillar, juda kompaniya uchun nafaqat kompaniya emas, boshqacharoq aytadigan bo'lsam, g'oyaga xizmat qiladigan xodimlar shakllangan bu kompaniyada juda qisqa muddatda. Qizig'i, meni hayron qoldirgan narsa bu Safar Travel brendi tanilib boshlandi deb o'ylayapman. Yaxshi, ancha keng tarqalgan.
juda qisqa muddatda bu natijaga erisha olishdi va buni ortida juda og'ir mashaqqatli mehnat bo'lgan. Ham tizimli mehnat, ham bu tizimni qurish, uni rejalash va uni amalga oshirish va uni ta'minlash ustida og'ir va katta ish qilingan. Va endi keyingi bosqichga o'tish, ya'ni bu biznes model shakllandi, ana endi uni yanada mustahkamlash kerak, yanada uni kuchaytirish kerak va shu nuqtai nazardan oldimga qo'yilgan vazifa, missiya ham shu bo'ldi. Ya'ni bu kompaniyaning egalari tomonidan. Yangi mavsumga o'tyapmiz. Yangi mavsum haqida yangi rejalarimiz qanday bo'ladi va yangi mavsum boshlangungacha bo'lgan oraliqdagi rejalarimiz haqida gapirib bersangiz. Yangi mavsum oralig'i yo'q. Yangi mavsumga boshladik tayyorlanishni. Hech qanaqangi oraliq, chunki biz ekanimizni o'ramiz. Biz hozir aynan ekadigan, shudgorlaydigan paytimiz. Ya'ni qilingan ishlarni tahlil qilish, xato kamchiliklarni topish, kuchli, yaxshi, juda ham aniq, zo'r qilingan ishlarni, ularni andozaga, standartga aylantirish, xodimlarni ularning malakasi ustida ishlash. Endi rejalar haqida gapiradigan bo'lsak, biz ko'proq, kattaroq odamlarga, ya'ni mijozlarga, ko'proq sonli mijozlarga xizmat ko'rsatish haqida o'ylayapmiz. Buning uchun bizga yangi kadrlar kerak. Bu sohani biladigan bilag'onlari yoki bilmasalar ham bunga qiziqadigan va ma'lum bir talantlarga ega bo'lgan xodimlar kerak bo'ladi. Shuni ham biz qidirishni boshlaymiz. Chunki biz kengayish niyatidamiz. Yanada ko'proq xizmat ko'rsatishga urinmoqchimiz, harakat qilyapmiz. Va nafaqat umra xizmati, balkim yana turizm yo'nalishi ustida ishni boshladik. Bunda yaxshi mutaxassislar yollaganmiz. Jarayon boshlandi. Ya'ni oraliq harakati yo'q. To'g'ri, umradan oldin 2 oymi? 2 oy va yopiq bo'ladi Saudiya Arabistoni shu aprel o'rtalaridan boshlab. Bu vaqtda biz mana shu umra mavsumi boshlanguncha ko'plab tayyorgarlik ishlarini qilishimiz kerak. Bu asosiy mehnat, asosiy ish shunga yo'naltirilgan bo'ladi. Safar Travel mijozlari yangi mavsumga o'z umra rejasini qilish uchun Safar Travel tomonidan qanday rejalar amalga oshirilgan va shu oralig'ida bir g'oyangizni eshitib men juda ham xursand bo'lgan edim. Saudiya jamoasi O'zbekistonda bo'ladi 2 oy muddatda va savollarini bersa bo'ladimi? Biz qanday tashkillashtirganmiz umra rejalashtirish uchun? Avvalambor mana shu umra rejalashtirish degan iboraga bir e'tiborimni qaratmoqchi edim. Men birinchi qilgan ishim mijozlarni tushunishga harakat bo'ldi. Biz ba'zi bir mijozlarni intervyu qildik, shaxsan o'zim intervyu qildim. Tadqiqot ko'rinishida ko'plab murojaatlarni, shu qo'ng'iroqlarni analiz qildim. O'zim kooperator o'rnida o'tirib odamlar bilan gaplashdim va menga ko'zimga yaqqol ko'ringan narsa shu bo'ldiki, bizni odamlar mana shu haqiqatdan ham hayotida eng muhim bo'lgan tadbirni ancha oldin rejalab kelishar ekan. Bu oddiy gapga o'xshaydi, lekin aslida rejalash deganda bunda shunchaki o'ylash emas, balkim qaysi firmaga e'tibor qaratsammikan, narxlari qanaqa bo'lar ekan, nima qiyinchiligi bo'ladi dan tashqari o'zining shaxsiy hayotiga ham moslashga, muvofiq qilishga harakat qiladi. Misol uchun o'g'lini o'qishga kiritish kerak, tog'asining to'yi, u qizni chiqaryapti, to'yiga tushib qolmasligi kerak va o'zining ishi bo'yicha shu ish ta'tiliga moslash kerak. Juda ko'plab omillarni inobatga olgan holda va shu bilan birga maksimal ravishda qulay narxda sotib olishga harakat qilishadi va shu bilan birga sog'lig'i bilan bog'liq bo'lgan shaxsiy o'zining sog'lig'i, holati bilan bog'liq bo'lgan holatlarni inobatga olgan holda qaror qabul qiladi. Va bu albatta ko'plab omillarni inobatga olish kerak. Biz mana shu jarayonda yordamchi bo'lmoqchimiz. Mana shu rejalash nafaqat umra, balkim boshqa turistik yo'nalishda u yo'nalishni o'ylab ko'rishadigan bo'lsa, bizni yonlariga, ya'ni sotuvchi ko'rinishda emas, balkim maslahatchi, professional maslahatchi, konsultant ko'rinishda shu rejalash jarayonlarida biz qatnashmoqchimiz, ishtirok etmoqchimiz va bu albatta bu rejalash jarayonida ishtirok etish, foydali kontent berish, savollarga javob berish orqali. Bu konsultatsiya sotish emas, bu noto'g'ri tushunib qolishmasin. Va juda yaxshi narsani eslatdingiz. Mana shu 2 oy davomida Saudiya jamoasida, jumladan 50 boshlarda nihoyatda qimmatli ma'lumotlar to'plangan va bu ma'lumotlar bizning kompaniyamizga albatta juda zarur, kerakli va biz bilamiz bu ma'lumotlarni qanaqa yig'ishni. Shu bilan birga bu ma'lumotlar iste'molchilarga chiqish kerak. Mayli iste'molchilar Safar Traveldan olishmasin,
boshqa bizning hamkorlarimiz yoki partnyorlarimiz deydimi, raqobatchi degim kelmaydi, ularni sohadoshlarimiz desak to'g'riroq bo'ladi. Ulardan olishar, lekin sohani rivojlanish uchun va iste'molchilarga qulaylik tug'dirish uchun mana shu ma'lumotlarni bo'lishga tayyormiz va siz o'zingiz bergan taklif, ya'ni live ko'rinishida, YouTube'da live ko'rinishda savol javoblar bo'ladi. Buni xudo xohlasa qaysi oy, may oyida qilamizmi, aprelning oxirroqlarida o'tkazamizmi? Istagan kishilar telefon qilib, qo'ng'iroq qilib yoki yozib, chatda yozib savollarini berishlari mumkin bo'ladi va real time video shu zahotiyoq efirda, to'g'ridan-to'g'ri efirda javoblar beriladi. Shuni qilib ko'ramiz. Agar kerak bo'lsa bu narsa davomiy yuritamiz, hattoki mavsum boshlanganda ham buni davom etish kerak bo'ladi. Bizning asosiy bu yerdagi vazifamiz muloqotga ochiq bo'lish, bizda to'plangan ma'lumotlar, bilimlar bilan o'rtoqlashish va qiynayotgan, bezovta qilayotgan savollarga javobni yetkazish. Ya'ni qo'rquvligini ham bir tarafdan yo'qotsak bo'larkanda, kelaman degan odamlar, ba'zi odamlar savollari bo'ladi, kasalligidan, boshqasidan qo'rqadi, bemalol savol berib bizaga umra rejaligini tashkillashtirib olsa bo'lar ekan inshaalloh. To'ppa-to'g'ri, bu muhim jihatga e'tibor berdingiz. Qo'rquv ko'pincha noma'lumlikdan kelib chiqadi. Noma'lumlikni olib tashlash bizning vazifamiz. O'zi umuman umra haqida gapiradigan bo'lsak, umra bu har bir kishining shaxsiy ishi. Biz odamlarning shaxsiy ishiga, shaxsiy ibodat ishiga, qalb ishiga aralashmasligimiz kerak. Bu demak shu narsani niyat qildimi, uning mana shu ibodat ishidan chalg'ituvchi barcha omillarni 100% olib tashlay olmasak ham ularni yumshatish, ularni yengillatishga xizmat ko'rsatish. Bizning vazifamiz shu. Biz umra sotmaymiz. Biz xizmat ko'rsatamiz. Ya'ni shu chalg'ituvchi, og'riqli masalalarni kamaytirish nima bo'lishi mumkin? Masofa qiyinchiligi, ovqat qiyinchiligi, ekskursiyalarning yetishmasligi, ya'ni ma'lumotlarning yetishmasligi va hokazo. Mana shu chalg'ituvchi odamni o'zini ichki, ya'ni Xudo bilan bog'liq bo'lgan muloqotidan chalg'ituvchi omillarni olib tashlashga harakat qilish. Bizning vazifamiz aslida shu. Va shuning uchun ham bu men kelishimdan oldin, ancha oldin yo'lga qo'yilgan, uni shu borib kelgan odamlar juda e'tirof qilishyapti. Bizning tibbiy jamoamiz. Bu bitta, ikkita tibbiy jamoa emas, har bitta mehmonxonada tibbiy xona qilingan. Bu yerda mutaxassis, yaxshi malakali mutaxassislar o'tirishibdi va ularning xizmatlaridan, ular ko'rsatayotgan xizmatlarimiz qaysidir ma'noda qahramonliklarni e'tirof etmaslikdan iloji yo'q. Chunki vaziyat har xil bo'ladi. Aytib o'tganimdek, yosh katta odamlar keladi, ularga o'z vaqtida e'tibor berish kerak. Ba'zilar o'zlarining doimiy muolajalari bilan kelishadi, dorilari va boshqa ukollar qilish kerak bo'lsa, nafaqat qilib berishadi, balki eslatishadi shu narsani qilishni. Tez yordam masalasida juda ham kuchli ishlar qilishgan. Va har xil holat bo'ladi. Chunki buni tan olishimiz kerak. Bu umra ziyorati o'ziga xos risklar bilan to'la. Buni qabul qilish kerak. Umuman olganda har qanday sayohat shunday. Lekin umrada ham o'ziga xos mana shunday xususiyati bor. Bunga haqiqatdan ham jiddiy e'tibor berilgan va buni e'tirof etish kerak va buni davom etish kerak. Jamshid aka, bu qimmatli ma'lumotlaringiz uchun sizga tashakkur bildiraman va kelajakda yana ham mehmonlarimizga va bizning mijozlarimizga siz bilan birgalikda yelkama-yelka turib xizmat qilishimizdan juda mamnunmiz va rahmat deb o'tamiz. Tashakkur, rahmat. Salomat bo'ling. Rahmat.